Bu videoni ko'rmasdan turib hech qachon SPF krem olishga shoshilmang. SPF tanlashdan oldin bir nechta narsalarga e'tibor berish kerak. Ko'pchilik SPF tanlayotganda mana bu yozuvlarga qaramasdan olishadi. Qarashda ham mana bu SPF yozuviga qarashadi, lekin undan keyingi PA qo'shimchasiga umuman e'tibor berishmaydi. Ko'pchilik kosmetika sotuvchilari mana bu SPF 50+ bu quyoshdan zo'r himoya qilib beradi deb sotishadi, lekin har doim bu gap to'g'ri emas. Agar kremda SPF 50+ yozuvi bo'lsa, lekin PA qo'shimchasi va plyuslari bo'lmaydigan bo'lsa, bu SPF kremi bir tiyinga qimmat hisoblanadi. Buni sababi quyoshdan ikki xil, ya'ni ultraviolet A va B nurlari keladi. Ultraviolet B nurlari biz yuzimizni ozgina kuydirishi yoki qizartirishi mumkin, lekin hech qachon ajinlarga va dog'larga sabab bo'lmaydi. Quyoshdan himoya qiluvchi kremlardagi SPF 50+ yozuvi aynan UVB nurlardan himoya qilishini anglatadi. Endi ikkinchisi ultraviolet A nurlari. Aynan mana shu A nurlari biz yuzimizda kuchli dog'lar, chuqur ajinlar hamda kuchli kuyishlarni hosil qiladi. Himoya qiluvchi kremlardagi PA qo'shimchasi aynan ultraviolet A nurlardan himoya qilishini anglatadi. Aynan shu sababli SPF 60, 70, 80, 90, 100+ larni marketing deb atashadi. Chunki quyoshdan himoya qiluvchi kremni qanchalik kuchliligini mana bu PA plyuslari hal qiladi. Bu plyuslar bittadan 4 tagacha bo'ladi. 4taligi eng maksimum himoya qiluvchisi hisoblanadi.